Hop, davom etamiz bo'lmasa. Assalomu alaykum Xmo va mijozlarimiz. Bugun reydga chiqqanmiz. Bugungi qisqacha obzorimiz Kadishvadagi filialimiz haqida bo'ladi. Kichkinagina obzor qilib ko'rsatib beramiz. Nimalar bor ko'rishingiz mumkin. Do'konga kelasizlar. Lokatsiyasiga alohida yondashib o'tamiz. Bu yoqda telefonlar bor. Yangi, bu hamma modellarimizdan bor. Telefonlar variantga ham beriladi. Assortiment ko'rishingiz mumkin. Naushnik deysizlarmi, golovkalar deysizlarmi, mishkalar, hamma narsamiz bor. Xudo xolos assortimentimiz full. Mana bu chexollarning ham so'ngilari bor. Любой modelga Samsung, Redmi, iPhone hamma modelga chexollarimiz bor, ko'rishingiz mumkin. Bu yoq degani telefon remont xizmatlarimiz ham bor, kompyuter proshivka, hamma narsa programmalarimiz ham bor. Soatlar deysizlarmi, assortimentlarimiz ancha bomba. Kimga mana shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, bu Kadishva bozorimizdagi filialimiz bo'ladi. Nomerligini qoldirib qo'yamiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Dastavkamiz ham shahar bo'ylab bepul.